osilib qolgan qorin, osilib qolgan sonli, osilib qolgan qo'lli, baqa yuzli yog' emas, balkim oddiygina chiqib ketish kerak bo'lgan suv ekanligini. Ortiqcha vazn siz o'ylayotgan yog' emas, isqirt suv, ya'ni atyol. Bu sizda bitta yoki bir nechta bo'lishi mumkin. Bu yog'lardan qutulish juda ham oson. Menga drenaj plus gel qanaqa rezultat bo'ladi deb o'ylaysiz? Albatta, tug'ruqdan qolgan qorinlarni kirishiga, rastashkalarning ketishiga qiynalib kelinlarimiz uchun, onalarimiz uchun, dekretdagi ayollarimiz uchun tug'ruqdan keyin shu holatlarni qiynayotgan bo'lsa, mana shu uchalasi vasha cho'tki qorningiz kirishiga yordam beradi. Manu volshebniy kremimiz, ishonasizlarmi qizlar, bu o'sha rastashkalar, tirtiqlar, o'sha chiziqlar bo'ladi-ku, xunuk bo'lib tushib qoladi tug'ruqdan keyin. Chunki o'zimda ham shunaqa bo'lganda, imana mana shu narsa zo'r ketkazib beradi. Haqiqatdan realniy qizlar. O'sha bomba mahsulotimiz bu muzlatadigani, qizdiradigan ham bor. No yozda men sizga muzlatadigan tavsiya etaman qizlar. O'sha zo'r. Buni surkab turib bitta qorin mashqini qilib yuboring-da. Ana sizga bomba rezultat, imani doim duo qilasiz.